muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarining nikoh va turmush qurish qatorliq jihatlarda duch kelgan qiyinchiliklarni hal qilishga yordam berish maqsadida qurilgan To'yqilay to'r bekiti hay'ati 4-iyun 2 qitimliq choy suhbati o'tkazdi. Suhbat yig'inida hozirgacha qo'lga keltirgan natijalar va duch kelgan qiyinchiliklar o'tirib qo'yildi. Suhbatda jam bo'lgan jamiyat rahbarlari va aloqador ulamolar Uyg'ur yoshlarining to'y qilish masalasida duch kelgan qiyinchiliklarni hal qilish va sog'lom oila qurib chiqish qatorliq masalalarni muzokara qildi. Yig'inda so'z qilguvchilar yoshlardagi tashabbuskorlik, mas'uliyatchanlik va o'ziga ishonish tuyg'usini kuchaytirish uchun ota-onalar va jamiyatning alohida ko'ngil bo'lishi kerakligini ta'kidlab o'tdi. Xitoyning Uyg'ur nopusini kontrol qilish uchun Uyg'ur ayollarini tug'mas qilishi va Uyg'ur qizlarini Xitoy erlari bilan nikohlanishga majburlashi Uyg'urlarning milliy mavjudligiga xirs paydo qilgan edi. Bu masala xalqaroning diqqat nuqtasini qo'zg'agan bir vaqtda BDT kishilik huquq kengashining ayollar ishlariga mas'ul bir komiteti doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatidan Uyg'ur ayollariga qarata majburiy tug'mas qilish, majburiy bola tushirishni o'z ichiga olgan kamsitish xarakterlik muomalalarning barliq shakllariga xotim berishni talab qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Vedant Patil Xitoyning urush paraxoti avatib Tayvan bo'g'ozidan o'tgan bir Amerika qo'g'lug'uchi paraxotiga parakentchilik silish voqeasida Amerikaning to'g'risida xalqaro qonun bo'yicha harakat qilganligini aytdi hamda rayonda bu xil faoliyatlarini davomlashtirganligini bildirdi. Yevropa parlamenti a'zolari Yevropa hukumatlarining Xitoy ijtimoiy aloqa subsidi TikTokni cheklash vaqti kelganligini, hukumat xodimlarining mazkur Xitoy ijtimoiy aloqa subsidini ishlatishni cheklashga chaqirgan. Politico gazetining xabar qilishicha, Yevropa parlamenti o'tgan hafta chet el hukumatlarining saxta uchur, tor hujumi va halqiliq ul aslihalarga qarshilik qilish orqali Yevropa davlatlarining ichki ishlariga aralashish harakatlarini to'sishga oid bir tavsiya qarori ma'qullagan. Yevropa parlament a'zolari bu tavsiya qarorida Yevropa hukumatlarining TikTokga cheklama qo'ygan ba'zi g'arb davlatlari bilan birdaklikni saqlashni talab qilgan. Türkiye Prezidenti Erdoğan'ın sobiq bayonotchisi İbrahim Kalin Türkiye Milliy istixborot tashkilotining boshliqligiga tayinlandi. Bu vazifani o'tayotgan Hakan Fidan bu qitimliq kabinetda tashqi ishlar ministri bo'lgan edi. Bu hafta 5-iyun rasmiy bayonot e'lon qilindi. Fransiya hukumati tuvan xamcho'tdagi chirkovlarni qo'g'dash va asli keltirish uchun iyona to'plash faoliyati boshladi. Elisi Sarayning bayonoti qaraganda Prezident Emmanuel Macron tunugun Normandiya dengiz qirg'og'idagi BDT Pan Ma'arif va madaniyat tashkilotining dunyo madaniyat meroslari tizimiga kirgizilgan Mont Saint-Michel chirkovining qurilganligining 1000 yilligini tabriklash faoliyatida qatnashgan. Macron davlat ichidagi madaniyat qurilmasini qo'g'dash uchun keng ko'lamli yordam berish faoliyati qo'zg'ash haqida buyruq tushirgan.